Taqvo insonni yaxshiliklarga boshlaydi. İnsonga ilm, ma'rifat hosil qilishga sabab bo'ladi taqvo. İnsonni basirat, qalb ko'zi ochilishiga taqvo sabab bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqanan va yukaffir ankum sayyi'atikum va yaghfir lakum vallohu zul fazlil azim. Allah sizu bizga xitob qilyapti. Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan qo'rqsangiz, sizlar uchun furqon, ya'ni haq bilan nohaqni ajrim etuvchi yordamni beradi Alloh. Allohdan qo'rqsak, o'zimizni gunohlardan saqlasak, haq bilan nohaqni o'rtasini ajratib ola oladigan ilmni, furqonni Alloh bizga berar ekan. Va gunohlaringizdan o'tib sizlarni mag'firat qilur. Hammamiz gunohkormiz. Bu dunyoda gunoh qilmaydigan banda bo'lmaydi. Endi Allohdan qo'rqib, taqvo bilan har bir ishimizni, har bir amalimizni Allohdan qo'rqishga bog'lab, ixlos bilan qiladigan bo'lsak, Alloh ba'zi bilib bilmasdan qilgan gunohlarimizni o'tib, bizni gunohlarimizni mag'firat qilar ekan va Alloh ulkan fazl sohibidir. Allohning marhamati keng, Allohning fazli keng. Shu bizni qilgan kichkina, Allohdan qo'rqib qilgan kichkina amalimiz bilan Alloh bizni gunohlarimizni mag'firat qila olishi mumkin.